Tasavvur qiling, siz hamma yiqqan tergalaringizni olib Free Fire'ga donat qildingiz va jackpotdagi hamma musor narsalarni tushirib oldingiz. Endi siz xursandsiz. Yo'q, juda ham xursandsiz. Almazlaringiz tugadi, ammo ertasi kuni Sakura nabori kelib turibdi-da. Ana shunday holat bo'lmasligi uchun siz Free Fire yangiliklarini oldindan bilishingiz kerak. Bularni esa albatta bugungi videoda bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Qandaysizlar bolalar? Hammasi chotkimi? Короче bolalar, men Telegram kanalimda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra bugungi video Free Fire haqidagi topoviy yangiliklar haqida bo'ladi. Ko'pchilik obunachilarimga bunaqa video qiziqqan, anchadan beri yangiliklar videosini olmagandim. Chunki o'tgan yangiliklar videosida deyarli hamma bu yangilanishdagi yangiliklarni aytib tashlabman. Lekin endi ma'lum bo'lgan yangiliklarni va IGS'dan chiqib qolgan yangiliklarni bugungi videoda aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, men tayyorman. Demak, bugungi videoni boshlaymiz. Bugungi videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz bugungi videoni boshladik bolalar. Videoni iyun oyining boyoq propuskini obzori bilan boshlashga qaror qildim. Chunki may oyining boyoq propuski kechagina yangilandi. Shuning uchun iyun oyining ham boyoq propuskini bitta ko'rib olsalaringiz ziyon qilmaydi. Qisqasi, jenskiy nabor mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Jenskiy nabor yomon emas. Mana bu Deagle'ga skin olishingiz mumkin ekan, yonadigan skin ekan bu. Qo'lga ushlasa bo'ladi, yaxshi. Bepul mana bu Musor Skyjet beriladi. Bepul mayli skladda turadi-ku, ziyoni yo'q. Davom etamiz. Mana bu profil beriladi. Profilga men fikr bildirmayman. Mana bu mototsikl pullik bo'ladi bu. Bu mototsiklga men fikr bildirmayman. Keyin mana bu Skyjet olishimiz mumkin. Skyjetni ham boyoq propuskni pulligini sotib olgandan keyin olishimiz mumkin. Davom etamiz. Keyin mana bu loot boxga skin. Men buni birinchi marta ko'rishda transportga skin deb o'ylabman, lekin bu loot boxga skin ekan. Yaxshi, lekin prikolniy skin. Keyin mana bu profilga rasm bepul olishimiz mumkin va Deagle'ni navsiyaga olishimiz mumkin. Deagle pullik bo'ladi bolalar. Davom etamiz. Keyin mana bu jeton va skоворodkaga skin olishimiz mumkin. Skоворodka hatto bepul bersa ham bo'lardi, musor ekan baribir. Davom etamiz. Mana bu botinka bepul olishimiz mumkin va mana bu sumka pullik bo'ladi bolalar. Endi bu sumkani ko'rinmas qilib o'ynayman, shuning uchun sumka menga unchalik qiziq emas. Mana bu granata bepul olishimiz mumkin, granata chotki ekan. Mana bu jeton, davom etamiz. Keyin mana bu stenka olishimiz mumkin bolalar. Stenka zo'r ekan, menga yoqdi. Oxiridan musiqiy nabor bolalar. Musiqiy naborda menga shimi va sochi ko'proq yoqdi. Albatta sizlarga qaysi joyi ko'proq yoqqanligini kommentariyaga yozib qoldiringlar va bu propuskni olgan bo'larmidilaring, buni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Barchamiz bilamizki, hozirda Free Fire'da Gintama bilan hamkorlik ketmoqda va hamkorlik 6-may sanasida yakuniga yetadi va aynan shu kundan boshlab Zatmeniye eventi boshlanadi. Bu event haqida gapirgandan keyin eventni treylerini ko'rib o'tmasdan iloji yo'q bolalar. Albatta eventni treylerini ko'rib o'tamiz. Albatta, sezganingizdek bu eventda legendarniy nabor keladi. Legendarniy nabor auksioni, ya'ni top 100 ta odam o'sha auksiondan nabor sotib oladi. U 8-may sanasida boshlanadi. Jackpotlarda esa 16-may sanasida chiqishi kutilmoqda. Bu mini event bo'lishiga qaramasdan, bu eventdan biz yaxshiroq narsalar olishimiz mumkin. Demak, bepul narsalarni obzor qilamiz. Demak, bolalar, bu eventda asosiy sovg'alardan biri mana bu otga skin. O'tga qop-qora chotki skin. Endi bilasizlar, ot Free Fire'ga butunlarga qo'shildi. Shuning uchun unga skin olib qo'yish ham yomon emas. Keyin mana bu zolotoy va almazli jackpotlarga kupon va asosiy sovg'alardan biri mana bu AUG uchun skin qo'lga kiritishimiz mumkin. Bu eventdagi bepul narsalarni mana bu screenshotdan ham ko'rib olishlaring mumkin. Chiqish sanasi noma'lum bo'lgan jackpotlar haqida gapirsak, bu eventda mana bu kulakli jackpot keladi. Bu jackpotning hali chiqish sanasi noma'lum, lekin ma'lum bo'lishi bilan balki video ham kanalimda aytib o'taman. Lekin agarda qisqa yangilik bo'lsa, video qila olmayman. Ekraningizda ko'rib turgan narsangiz esa bu yangi o'ldirganda chiqadigan effekt. Buni sinab ko'ramiz. Mana bu protivnik o'tganda mana bu shaklda effektlar chiqadi. Даже osmonlar ham qorayib ketadi ekan. Chotki lekin sotib olsa arziydigan. Bu eventdagi screenshotlarga qaraganda bu event boshlanishi bilan pik qorong'u bo'lib qolishi mumkin ekan.
Agarda shunday bo'lsa, bu juda chiroyli atmosfera bo'lsa kerak. Yana keyinroq batafsil ma'lumot beraman. Bu event haqidagi yangiliklar aynan shulardan iborat edi. Videoni davom ettirishdan oldin sizlarga kanal rivoji uchun o'z hissalaringni qo'shishlaring mumkinligini aytmoqchiman. Demak, mana shu ko'rib turgan videolaringga like bosasizlar va kanalga obuna bo'lib qo'yib, shu videoning silkasini kopировать qilib olasizlar. Va keyin o'zlaringga tanish bo'lgan biron bir Free Fire guruhiga kirib, mana shu video silkasini yuboringlar. Bu bizning kanalimiz ko'tarilishi uchun juda katta yordam bo'ladi. Bu aytganlarimni 0.001% odam qiladi, lekin shunday bo'lsa-da, bu ham biz uchun katta natija. Albatta kanalimiz rivoji uchun o'zlaring bilib padashga hissalaring, xursand bo'lamiz. Kontentlarda eng saralarini chiqarishga harakat qilamiz. Endi esa futbolning event haqida gapiramiz. Futbolning event 6-iyunda boshlanishi ma'lum bo'ldi va bu eventda Factory futbolning stadionga aylantiriladi. Juda chiroyli qilib ishlangan to'g'risi. Keyin esa mana bunaqa event keladi. Eventdagi sovg'alarni aytib o'tganman, lekin ham aytib o'taman. Mana bunaqa asosiylardan bittasi nabor beriladi, jenskiy nabor. To'g'ri musor, lekin e'tibor qilmaymiz. Bu event juda chiroyli bo'ladiganga o'xshayapti, meni fikrimcha. Yana keyinroq ko'rib o'tamiz. Mana bunaqa Tiny magazin kelish kutilmoqda bu eventda. Bu Tiny magazin aniq chiqish sanasi noma'lum va ichidagi prizlari ham noma'lum, lekin aniq Tiny magazin keladi. Endi esa yaqin kunlarda kelish kutilayotgan jackpot haqida gapirsak, bu ham bo'lsa Elizabeth nabori. Hozircha boshqa yangiliklar ma'lum emas. Ma'lum bo'lishi bilan albatta video qilaman. Sizni ham neyropersonaj asabingizga tekkan deb o'ylayman, chunki neyropersonajni ishlatgan vaqtingizda o'zingizga qulay, lekin agar raqib ishlatadigan bo'lsa, ham HP'ni oladi, ham stenka qo'yishni cheklab qo'yadi, ya'ni stenka qo'ya olmaysiz. Buni ko'rgan razrabochilar esa so'rovnoma o'tkazdi. Unga ko'ra, endi neyropersonajlar asablaringga tegyaptimi deganda, ko'pchilik ha'ni bosgan, ko'pchilik neyropersonajni kuchsizlantirilishini xohlagan va 1-may sanasida neyropersonajlar kuchsizlantirildi. Bu degani ko'rishimiz mumkinki, adminlar o'yinchilar bilan ishlamoqda. Bir postlardan birida bir Free Firechi kommentariy yozgan ekan: "Iltimos, Dragon Ball Demon Slayer 2-qismlar bilan kollaboratsiya qilinglar" deb yozganda, Free Fire sizning xohishingiz biz uchun qonun degan mazmunda atvet qilibdi. Bu degani Free Fire yana obunachilar bilan ishlashni boshlagan. Agar shu ketishda ketsa, Free Fire yana ham yaxshiroq o'yinga aylanadi deb o'ylayman. Hozirgi paytda Free Fire g'irt zajimlashib ketyapti, lekin agarda Garena obunachilarda, ya'ni boshqa o'yinchilarda ham eshitsa, Free Fire yana headshot chotki o'yinga aylanadi. Sizlarga oxirgi yangiliklardan birini aytmoqchiman. Fire, ya'ni men o'zimning headshot nastroyka botimni yaratmoqchiman. Ya'ni unga kirasiz, o'zingizning telefoningiz nomerini yozasiz va bot sizga nastroyka tashab beradi. Botda adminga aloqaga chiqish funksiyasi ham bo'ladi. Agar sizning nastroykangiz ishlamasa, adminga murojaat qilasiz, admin nastroykani almashtirib beradi. Video haqidagi fikringizni va botda qanday funksiyalarni ko'rmoqchi bo'lganingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Siz Kingfire kanalida bo'ldingiz. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda bugungi videoni yakunlaymiz.